Салам подписчиклар, Xudo qalasa bugungi videomiz Nexia 2, Nexia 1 haqida bo'ladi. Nexia 1imiz 2004-yilda ishlab chiqargan. Bollari toza. 4 kun bo'ldi, motor yetildi. Korobka motorida gap yo'q, ходовойdan gap yo'q. Bir kilt metani bor. Bu mashinada korotisi kimda 10 million so'm bo'latog'im bo'lsa 5 million so'm. Dogovor asosida berib beramiz, o'zimiz kelishgan holda. Maşinimiz zor. Arzon maşin alaman deb o'tirganlar bo'lsa, yuborib qo'yasizlar. Mana mashinamiz chotki, polek, nilon, chexol, bar zatimiz bor. Bir emas, ikkita magnitofoni bor do'stlar. Tank qilib, zavodskiy magnitofoni qo'lda qo'yilibdi. Mashinamiz zo'r. Mana ko'rishlar, bir qator yuvib supurish kerak bo'lgan tamom yuvib supurib berib beramiz. Devriniz beramiz. Kim dogovor alaman deb yurgan bo'lsa mashinada shu videoni yuborib qo'yasa do'stlar, telefonlar 88 359 18 80 raqamga telefon etasizlar qiziqqanlar. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Matizam bor. Nexia 2. Bundan boshqa mashinalarimiz ham bor. Shular shunday dogovorga beramiz kerak bo'lsa. Bundan dogovorga beraman. Matizam. 2014-yilda ishlab chiqargan Matizamiz. Metani var. Bir kilt karotsa. Ballalarim toza buni ham. Qalasa buni. Televizorda mashina avtositda turadi, avtositga kelaverasizlar. Kapital bankning yanında.